Assalamu alaykum Okean televiziyasının aziz görürmenleri, körüatqanlar Okean televiziyası yenidən yol qoyğan Çolpan Keldi programısı. Mən program riyasətçisi Nurali Hasan. Xoş. Cəmiyyətimizdə uşaqanday tərəqqi qilishigə əgişib, hər sahə, hər kəsbdəki nurgun ixtisaslıq, talantlıq yaşlarımız öz kəsbində utuq qazanğandan sırt bir millətə, bir dövlətə töküb qoşub gəlməkdə. Əlbət sənət sifidəki bizə mənəvi zoq berib kəvatqan közgə görünən çolpanlarımızmı ularning sirtida emas əlbəttə. Şu vəcdə mana bu proqramımız arqılıq biz texnik düşünüşni xalaydigan dağdar şəxslərimiz, həm çolpanlarımız bilan ən erkin halda, ən yaxın arlıqda paranlaşıb ularni texnik düşünüşni məqsəd qıldıq. Xoş, Çolpan Keldi proqramımızğa bugün mən alayda bir mehman təklif etməkçimən. O özbək kelişkən, lekin bu məndən sal egizrək bir yigitni təklif etməkçimən. O ən mühimi bir yaxşı naqşçı. O bolsun o aldı bilan onun naqşıdan 2 misra etib berə öz anlatıb bilinglar. Hayatta bir ömür ötələm sən mən bilən bəxtiga jiraqdan kütələm sən mən bilən Külki degan har vaqt yig'ildilar rahmat yig'ilganda tan yig'lab kulaylansizlar men bilan Kulamay maqasam bilan Assalomu alaykum Va alaykum assalom Ishqon. Yaratmoqchi bo'lsangiz aldı bilan deydiğim makan programımızga hoş gelipsiz. Bak hoş bulduk. Salmın bir yol o'tmoqsan ha Maqula buldum. Assalomu alaykum naq maydondagi barliq qarindoshlarim Va alaykum assalom. savoqdoshlar yaxshimisizlar assalomu alaykum ekran oldidagi barliq mening qarindoshlarim menga qarindoshlar hazrati ali muhammad tursundan qutlug' salom bo'lsin Rahmat akam. Programını başlaşdan bura aldı bilan deb qo'ydiğim, bu yerga hech kim quruq qo'l kelgan emas. Bu yerga kelgan mehmonlarimiz bo'lsin, mishada o'ltirgan tomoshabinlarimiz bo'lsin, yuz qo'ydi men qo'yg'icha tomlarni izar qildi bizga. Manda ish bor edi men naqsham so'qilman Unda bo'lsa, hozir mishada biz bir o'zirni olaylik, eng aldı bilan bir 8 naqsh etib bersangiz mishada. Bunda? 8 ha mayli ham sizlar anglayman desanglar rahmat aytaverman Ağlamdım. Rahmat. Aka çaqchaqni qo'ydim. Rasmiy sizning gaplar bek qiziq ekan Rast kepimni qilgan vaqtda rastimni deganda mishada oldi bilan rasm desam degan naqshni aytib bering demoqchiman shu oldi bilan shu naqshni bir anglab o'tib Maqulunda bo'lsa avval shu hammalarninki ko'ngil oramiga rasmni desam degan shu naqshamni naq maydon turib o'rlab beray undan keyin qolgan gap so'zlarimizni boshlab deylik demoqchi bor unda bo'lsa boshlab ketdim hammalarning ko'ngil oraminglar uchun bo'lsin ekran oldidagi qarindoshlarim uchun bo'lsin marhamat bo'lsin rahmat Güller üzüp bergimdi sen Üzüp bir eyyar Aynılık bir elmeymen Rastım ne desem Çin dilimden söygünüm rast Başkası yalgan Sana ölüp bir elmeymen Rastım ne desem Dilimde söygünüm rast Başkası yalgan Sana ölüp bir elmeymen Rastım ne desem Küyermen sana yarim Süyermen seni Bundan başkası yalgan Rastım ne desem
Süyermen sana yarim, süyermen seni. Bundan başka sen yalgan, astım neyini sen. Bundan başka sen yalgan, astım neyini sen. Xo'sh. Abay diyaqı aka dəvəsəm ekran aldıdakı cıq görmələr qarşı bu ikisi tanışdı. Men sal cho'ngroq bo'lgan keyin shu aka deydi. Adab tutib ekan. Mişə doltağan tamaşaçılar ekran aldıdakı nurgun məstanlarınız, sizin naxışlarınızı suyub, yaqtırıb, qədirləb anlaşdığın sir, Rahmat. sizin turmuşunuzğa, turmuş işlərinizğa, ən mühimi təfsili tərcümalığınızğa, babaq vaxtınızdan tatıb, hazırlıqca cəryanı isbat edib oylayman. Şununğa şəxsən mən şu sözgü təklif edək. Rahmat. Ko'zimga yosh kelyapti deb turibman. Unda Osman o'zimni bir bugungi mush programmadan foydalanib, mush qarindoshlar bilan yaxshi yig'ilib qolibdik. Bugun yaxshi paranglashlar. Men o'zimning tarjimalimni bir qisqa deb o'tib ketay. Men milodiy men g'arbiy janubiy tarim neftik deb bir yaba poskam neft deydigan. Qog'iliq bilan poskam noyisining o'rtasida bir yaba. Men shu yerda tug'ilib cho'ng bo'lgan. To'liq o'ttirni putdagi shu yerda o'qidim. Undan keyin Yezigilik universitetiga o'qishga keldim. Ben qisqalam deyib o'tib lekin-da. Shuning bilan oliy maktabni 2009-yili bitdim. Undan keyin ta hozirgacha o'zim bakrak yaxshi ko'rgan kasbim naqsh bo'lib qoldi endi. Men burunni kichik vaqtimdan tortibla hammaga qiziqib boqdim. Jamiyatda hurmatlanadigan, azizlanadigan ish bo'lsa, kichikligimizda, go'dakligimizda, o'smirlik, sabiylik vaqtimizda hamma qiziqib boqamiz-ku. Maktabda masalan sizga nima moda bo'lsa, masalan futbol o'ynash moda bo'lsa, o'g'illar futbol o'ynaymiz. Lekin qiz bolalar o'yin o'ynamaydi. Tepkish tepish rezinglarga atlab shu o'zim hamda eng yaxshi ko'rgan ishim naqsh etish. Hamda kichik vaqtimda hammaga qiziqdim-yu, lekin hozircha hamda yig'inchoqlab etsam shu naqsh etishga bakrak qiziqdim. Oliy maktabda boshqa kasb o'qidim. Lekin oliy maktabni o'ngishga yaxshi bitgandan keyin yana o'zimning yuragimni shunda tutib qilib, eng qiziqadiganim yana shu naqsh ekan. Bu yerda bir savol tug'ildi. Unda bo'lsa, kichigimdan tortib yaxshi ko'rishim shu dedingiz. Nimishqa shu kasbda muntazam tarbiyalanmadingiz? Bu menda gap. Qanday gap? O'zim shu to'liq o'tirib bitgan men 12 sinf boshqalab o'qigan. Masalan, universitet fanlaridan bir yaxshi masalan tantarbiya, masalan o'sin xat deymiz, masalan, hammalarning o'smirlik vaqti bo'lgan-ku. Demak, men hamma qiziqadigan aktiv ruh vaqti menda. Biz oliy maktabga imtihon bergan vaqtida imtihonni bir pulimiz lekin arzu to'ldiramiz qo'ymayman. Arzu to'ldirgan vaqtida chiq o'ylashdim. Ba'zi gaplarimni o'ytiklar deyaldim, ba'zilarini deyolmadim, hamda ko'nglimda ba'zilarini o'qituvchim bilan paranglashdim, bu o'qituvchim bilan paranglashdim bo'ldi. Hamma o'qituvchim bilan paranglashsam, hamda hamma o'qituvchilarim o'zining ko'z qarashini deydi. Masalan, muzika o'qituvchim desak, azartli siz cho'qim shu muzikada muntazam tarbiyalanmasang bo'lmaydi. Siz cho'qim muzikaning yo'lini tanlang. Siz cho'qim siz shunda kasbiy tarbiyalanishingiz kerak degandek, u jihatning gaqilda ko'z qarashini menga olgan basin deydi. Yana bir o'qituvchim qarsam, yana bir o'qituvchim o'zininkiroq ko'z qarashini deydi, yana bir ko'z qarashini qildi. Hamda u yamdikilarning ko'nglidimi davlat ma'muriy bo'lsa deb o'ylaydi. O'yitlarchi, cho'nglarning nazarida meni hukumatga xizmat qilsa deb o'ylaydi hamda. Hozirda o'ylab baqsam shu. Keyin shu arzu to'ldirdik. Shu bosqichlar bo'ldi. Arzu to'ldirib bo'lgandan keyin men shu Yezigilik universitetiga qabul qilingan. Shunday bo'ldi. Oliy maktabga kelgandan keyin kasbimni yaxshi o'rgandim. Lekin yana bakrak shu o'zimning yuragimni tutib baqsam, men naqshga bak qiziqmancha, naqsh etishga. Yana shu mushu qiziqishim, nurg'ulg'an arzularimning orasida yana mush qiziqishim meningki eng yaxshi ko'rgan yana o'zim cho'qim azartli. Sen mushni yaxshi ko'rsangiz, cho'qim mushni qil degan bir yerga kelib qoldimda, bir tarafda o'qimasam bo'lmaydi, o'zimning oliy maktab kasbimni yana bir tarafdan cho'qim men naqshga bak qiziqganman, naqsh etmasam bo'lmaydi ekan deyman. Lekin bir tarafdan maktabda o'qib turib, bir tarafdan kechlari o'zim klublarda naqsh etdim. Shu jarayonda nurg'un chiniqishlar bo'ldi. Nurg'un narsani o'rgandim. Bu naqshchilik, shu naqsh etish kasbidan yinib ketay degan vaqtimlar bo'lgan. Oliy maktab o'qiyotgan vaqtlarimda nurg'un siq-suvoq ishlar bo'lib ketdi endi. Masalan,
men o'zim shuncha tirishsammi, ba'zi bir sharoitlar meni sakli yaklaydigan yoki men shu sharoitga kirolmaydigan, demak ro'yi jihatdan va mayli boshqa jihatlardan nurg'un to'salg'ular bo'lgan. Ularga uchirdim va asli menda ishlar bo'lganda ularni his qildim. Kuchimning yetishicha u qiyinchiliklarni yengadiganga tirishib baqdim. Men o'ylab qoldim 2005-yillarda men ko'nglimda haqiqiy o'ylash bo'lgan shu o'qish bitirib bo'lg'ich bo'lgan araliqda men azad yaxshi ko'radiganim ekan. Men 2009 bitirdim-da oliy maktabni. Men shu araliqda cho'qim o'zim shu naqshchilikda bir azroq bo'lsin bir o'rnimni tiklab men mush bu taraqqiy qilsam bo'ldi deganni shu niyat keldingiz. Ha. Shu ko'zingiz yetamdi. Men naqshlasam cho'qqim shunda bir cho'lpan bo'lib ketaman deydigancho. Hamda hammalarni qiziqish har xil bo'lgancho. Men hozir qo'shilman o'zimdan. Men to'g'ri tanlab ekanman deb. Men o'zimni joyillik qilib, mush yaxshi ko'rishimga ching turib ekanman. Shunga ancha-muncha bir qarindoshlar ancha-muncha bir yaxshi ko'rdigan, ancha-muncha naqshlarni aytyapti, masalan, ancha-muncha xizmat qila oldim-da hozir. O'zimni qo'shilman. Men ash vaqtda xato bosgan bo'lsam, men oliy maktabda abaynaga demadim, men ingliz kasb o'qidim. Ingliz kasb o'qidim, lekin u kasbmi bizning jamiyatimizda haqiqatan muhim kasb emasligini bilamiz. Lekin meni yaxshi ko'rishim yanlam naqshida. U yaxshi kasb. Uni yaxshi apmandim. Yo'q, lekin men yana mush kasbni tanladim. Lekin men shu oliy maktabga kelgan vaqtimda yuragimni tutib baqsam shu muzika. Naqsha. Işte so'qqinni men to'la keshlarimda yetib tinglab qilib. Unda bo'lsa akam ingliz tili kasb o'qigan shundaman. How are you? Shundan birdan ingliz parangiz ko'tarildi demoqchi. Kasb shu qoldi. İngilizce seviringiz qandaroq? Men sizning bir aylarda ingliz so'zlab baqqiningizni anglamadim hozirgacha. Lekin boshqalarni olgan İngilizce shu kasbda o'qigan deydi, lekin men bir eg'iz. Mana endi meniki o'zimniki turmushimga nisbatan bu sharoitlarni bo'lmadi-da atrofda. Men faqat naqshga kirishib ketdim. O'zimizniki umumiy sharoitimiz shu. U bakiliqi ingliz jihatlardan bak paralashib bir ishlarni bak qilib o'tadigan, tag'in bag'in baqadigan bunda ishlarni bo'ladi. Uni kirishim bo'lmadi. U jihatdan mening yo'nalishim uyanmay qolgan ekan. Demak bu bir yaxshi ishmi besilib qoldi. Balki hozir bak unutib ketgan bo'lishi mumkin, lekin men yana esimda shu asliyalamanda masalan sizga bunday kim qilmoqchi bo'lsam-mo yana bir qaytlardan bir materiallarni ko'rish yoki qaytlardan bir aslash orqali yana shu normal bir odatlarga kelishim mumkin. Unda qolsa aka o'ylash vaqtingizmi shu butun naqshlaringizni inglizcha nusxa qilib bir taqtishni o'ylash vaqtingizmi? Just for you I can lie. Shunday bir vaqtlar kelib qolgan vaqtida balkim siz degandek shu bir turkum naqshlarimni hozircha qarindoshlarimiz yaxshi ko'rgan naqshlarni cho'qim maqsadimiz shu xalqaralashtirishku. Bundan keyin o'zimiz o'ylayotganimiz shu bir-birlab kelyapmiz. Hozir o'ylashmadim lekin o'ylashsiz. Balkim o'zimning taraqqiyot bosqichimga, o'zimning bundan keyin taraqqiyot nishonimda agar ashta qilsam bo'lmaydigan ahvollar bo'lib qolsa, men cho'qim shuning uchun yana tirishishim kerak. Men hammani hamda o'zimizniki obyektiv sharoitimiz, jamiyatning umumiy sharoitiga qarab turib. Anandan keras yaqinda Qozog'istondan qaytib kirdingiz. Shunday bo'ldi. Shu yerdagi olqish sadolar qanday bo'lib ketdi? Biz faqat xabar topolmay qoldik. U yerga chiqib o'yinlarni qo'ydik. Qarindoshlar haqiqatan pek yaxshi qarshi oldi. İçidən haqiqiy o'zining bir suyunganligi, naqsh muzikaga hurmati, anda bizga o'ga sig'inishi haqiqatan pek ifodalandi. Pek xush bo'ldik haqiqatan. Bu programmalarga mandalam deb qo'yadigan gap emas. To'yiqsiz so'radingiz. Haqiqatan yaxshi bo'ldi. Hammalarga salom aytdi. Ikki davlat o'rtasidagi do'stlikmi, shunday yaxshi bo'ldi. Muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Undan boshqa shu kasbiy jihatimmi shu san'at yo'lida mengayotganlar deymiz. Shulardan o'zaro fikr almashtirdim-da. Fikr almashtirdik. Yaxshi fikrlar bo'ldi, o'zaro o'rtoqlashdik degandek. Shunday yaxshi bo'ldi. O'zaro tushunish hosil bo'ldi. Buningdan keyingi yana ishlaringizga zo'r utuq tilaymiz. Meshada o'ltag'anlar bo'lsin va mayli men bo'lay. Texnik ko'klab ketan aka. Rahmat. Endi cho'ylab turmushingizga ham qaytib kelsak, naq kelib kelsak. To'y qildingizmi? O'g'limning birisi bor. 2,5 yoshni oshdi. Zubayr. Muborak bo'lsin. Rahmat. Ko'z tegmasin. Oilada ayolingiz, baldiringiz sizni bak qo'llaydi deydi. Endi mallam emas. Hamda har qaysi kasbda ancha-muncha bir ish qilyapmiz deganlarning hammalarni o'ylab baqsaq shu oilamiznikilar masalasiga urug' tuqqanlarimiz, o'zimizning oilamiz bizni qo'llab
yürgüdün düşünüp, bazı şaraitlarga maslashib qilmasa, hech qaysimizning ish olmaydi ham deb. Shaxsan mening ham kasbimda emas. Sizningmi shu? Sizlarningmi shu? Ashta bo'lgan gapkan. Shu haqiqatan mening oilamdagilar baq qo'llaydi hammalarni urug' tuqqanlarim. Mush fursatda men rahmat aytaman hammalarga. Ba'zi vaqtlarda kamdilik sizning kasbning ehtiyoji hamda sirtlarga to'lib ketib qoldigan, vaqtida uyda bo'lolmaydigan ishlar bo'lib qoldi. Shunday sharoitlarda ayolingiz kashkish o'yin qo'yaveramsa, bolni boqmamsa demanda. Ya mening ayolim u jihatdan bak tushirishlik. U ko'p jafo chekyotdi. O'zi hozirgacha asosan butun kuchini men bilan o'g'limga berib, biz uchun ham xizmat qilyotdi. Men burun oliy maktabdan o'qigan bo'lg'achqa, mening bu sharoitlarimga mening ayolim ko'nab ketgan. Shu muhabbet jarayonini bir anglayli. Qanday tanishgan? Voy bu. Yuzim qizarib ketib bordi unda qilmadi. Men shu oliy maktabda ayolim mendan bir sinf tuvan o'qiydi. Ikkimizning sinfimiz shu bir qavat edi. Uning sinfi shu peshtaxtdan chiqsam ham ikkinchi qavatning 5-ida meni eng oxirida. Shu biz oliy maktabdan o'qigan. Ondan keyin naqsh etib keltirib olganmi yoki? Ayolimni shu vaqtlarda hozirda eslab baqsam meniki shu kasbimni qo'llaydi. Men bu aytdim bir gapda o'tib ketdim men shu ba'zi men bir ashda bir chiqroq qilgan ko'ngilsizliklarga uchrab mush kasb jihatdan mayliqa to'saliqlarga uchrab hamda ra'yim minib ketib ko'nglim minib ketib qolgan vaqtlardami ayolim shu vaqtda bu bek tasalli berdi. Do'stlarim, urug' tuqqanlarim shu vaqtda qiz do'stim yaxshi tasalli berdi, bo'shib qolmang, cho'qim qila olasiz, andaq mandaq deb shundoq yaxshi qo'llaydi. Biz 5 yildek do'stlar o'tib to'y qildik qaranglar. Anandaki akam shu Nava programmasiga tunji qatnashgan sen shugu? 2018. Nava programmasining Qarliq shirkati bilan birlashib qilgan vaqti 2018-yili 12-son. Tunji ekran demakchi u? Tunji shu Nava Science orqali tunji ekranga chiqqan. Shu vaqtdagi ko'rinishdan o'tganda men bir qayta bir ko'rib qoldim-ku bir yerda. Mushagicha ko'pdan mushagicha bor. Vaqtida modatu. Kunda o'tman yo'ldan. Uruq uruq. Sochlarim uzun. Shuningga qanday o'ylashib qoldingiz? Oliy maktabda o'qitgan vaqtlarim shumi? U vaqtda mening naqlan bak yerib ketgan vaqtlarim. Shu bayat emaslar degandek bak to'saliq bo'lar, jiq bo'lib. Men shu bir asta bo'lsinmi, bir o'zim ashtaq bir munosabatlarni izlab, tiklab, munosabat bog'lab, urilib biqib, so'qilib biqib, nurg'un haqlarni ishtirishib uchrab degandek nurg'un ishlar bo'lgan, ishning yaxshisi bo'lgan, yomonim bo'lgan, demak, ba'zi yenib ketdim, ba'zi yana o'zimning boyatim dedim, yurkimda o'tishi bo'lgan ekan, to'xtab turib, men cho'qim yaxshi qila olayman deb to'xtamay mashqlarni qilib asta bo'lsin demoqchi bo'lgandim. Bir-birlab jarayon kelmiş, jarayon olib qoldi ekan. Uningdan keyin men uchun nomliq bir plastinkani e'lon qildingiz. U qanchinchi yil bo'ldi? Men 2008da o'zimidim degan naqshni aytgan vaqtimda men tayyorlik qilayotgan uningga. Tayyorlik qilayotgan. U men uchun degan plastinka 2011-yili shu bozor silindi, lekin men uni demakchi jarayonib ketgan plastinka. Tunji plastinka bo'lgan ekan. Men iqtisoddan so'nmaydi. Cho'qim shu vaqtdagi jamiyatga tushadigan meningki o'zimningki kallam yetgan darajada ijodiyat naqshlar bo'lmaydi degandek shunday bir jarayonlar bo'lgan ekan, bu asti bo'lgan. Unda mening tunji ishim bo'lg'achqa men misol ehtiyojimda ishlarda shu vaqt men ashta o'ylagan. Hozir esim kelib davatmanda 2008 naqshida etdim desammi, uningdagi masalan 2009 mu ba'zi bir tayyorliklarni qildik. 2010 ba'zi tayyorliklarni qildim. Masalan, shuningdagi suratlarmi 2010-yildagi suratlar deyman. 2009-2010dagi suratlar shu. O plastinkadagi asosan degidek ko'p nisbatli naqshlar bek bozor topgan naqshlar deyishga bo'ldi-ku. Rahmat, shu vaqtlarda yaxshi bo'lgan. Men shu tunji plastinkangizdan boshlab hozir eng oxirgi plastinkangiz kechiligingiz. Shunday-ku. Shularni men yig'ib chiqqan. Hamma plastinka yaxshi. Mana tunji plastinkangiz men uchun. Ikkinchi plastinkangiz men bilan, o'talamsa men bilan. Ikkinchisi hozirgi Muhammad Tursun naqsh kechiligi. Muborak bo'lsin aka. Men yurkimdagi gap, men boyatim degandek men faqat o'zimni bek jiq ishlarimni silish turmayman deb turmishdim. Faqat o'zimni yansam bo'ldi.
o'zimning qilgan ishimga ega bo'lsam bo'ldi deb o'ylayman. Falan anda ishni qilibdi. To'xtab turaman, mana shu ish qilay yoki men unda oshib o'tayman, unda birsini bek undan qilmayman. Faqat ortiqchilik bo'lsa, hurmat qilib o'zimga voy ajab majatni bek aktiv kenji bu majatni deb ilg'arka deb shunda suyunib qabul qilishim mumkin, lekin men anda qilmayman, unda qilmayman deydigan anda deyman yo'q. Men faqat o'zimni yangsam, o'zimning bugun qilgan ishimdan atsal yaxshi qilsam, o'g'illik undan yaxshiroq qilsam, demak shu bo'yicha bag'an sirliqi mukammallish qarab mansam deb men mushuni orzu qilaman. Kamtarlik bilan. Yo'q, rost ko'nglimdagi. Unda Osaka men 3 plastinkani deyman mishada. Ekran oldidan biri sizga sovg'at bo'yin sifatida. Rahmat, ajab tez bo'ldi. Ma almi kimni degan plastinka. Ma sharp kimni deb turibsam. Chaqchaq. Ma mo'nlib ketgan bir vaqtlarimga. Ma kechilik plastinka. Shu plastinka hozircha qarindoshlarimizga qiladigan emgim shunchalik bo'ldi. Bundan keyin texnik terishib, texmo ko'proq naqshlarni sizlarga hadiya qilishim men tinim salomatlan bo'lsa, eng muhim orzu qilganim shu. Rahmat. Rahmat aka. Kasbiy hayotingiz texmo bilan. Unda Osaka programmamizning yana bir bo'ligi bor. Ekran oldidagi sizning mas'alalaringiz bizga xat orqali yo'llagan bir qancha savollar bor. Siz lekin back astoydil javob berishingiz kerak. Astoydil. Unda so'raverayman. Birinchi savol keldi qamsan. Birinchi savol deydi, siz hozirgacha e'lon qilgan naqshlaringizning hammasi o'zingizning ijodiyatimi deydi. Yo'q. Masalan, Mening ijodiyatlarim buncha oz. siz odatda o'zingiz ijodiyat bilan pek shug'ullanmaysiz-ku deyman. Meni lekin ijodiyat qilmay deb o'ylayligim odatda qilaman. Mening o'zimning ancha-muncha yig'ib qo'ygan narsarim bor, yig'ib qo'ygan ijodiyatlarim bor, lekin men bu taqatmayrim bor. Men asosan hozir qanday bo'lardi meningki kasbiy ishlarim deganda, mening birinchi plastikamda bir necha naqsh mening o'zimning ijodiyatdi. Undan keyin men qanday desa, asosan jamiyatdagi ilg'or idealik, yaxshi ijodiyat qilayotgan bolalar bilan yaxshi fikr almashtirishib, hamkorlashib, men o'rlab chiqyapman-da. Unda olsa men davomli ikkinchi savolga o'tib ketdim. Sizning eng yaxshi ko'radigan cho'lpiningiz kim o deydi? Men mayli diyorimizda bo'lsin va mayli sirt taraflarda bo'lsin. Men asosan hammalarni yaxshi ko'raman. Ma'vo'liqqa miyada odamlar degan gap emas. Asosan hammalarning Meni yaxshi ko'ramsiz. Yomonkan bu. Gapni cho'g'iltib kirdi yana o'zining gapini. Ha? Ma'vo'liq men samimiy rost gapchiman. Men asosan hammalarga shunday hurmatim bor. Masalan, gamdayliqqa naqsh cho'lpini o'z naqshlarini bek yoqtirib anglaydigan, kino cho'lpini o'z bekrak shuni kinolarini yoqtirib ko'radigan, amanda bir shaxs bormi? Lekin men bu jarayonda universal. Men asosan hammalarni naqsh anglayman. Men masalan sizga yangi naqsh etishni boshlagan bolalar bo'lsin, masalan, to'rlar bo'lsin, va mayli izchil bizning ustozlar bo'lsin, diyorimizdagi izchil xalq uchun yaxshi xizmat qilgan akalarimiz, adlarimiz yoki bizning qurdoshlar bo'lsin, yoki mendan kichik insonlar bo'lsin, men hammalarni naqshni cho'qim bir anglayman. Har qanday naqshlar bo'lsa bir anglab, uning nari yaxshi bo'pti yoki nari mandara bo'lib qopti degandek, men uning bir cho'qim tushunishga men tirishman. Mayli davlatimiz ichki o'lkalardagi naqshlar bo'lsin, mayli chet ellardagi bo'lsin degandek. Lekin o'zim tutqayim men universal ommabop yo'lda, ommabop naqshlarni aytishni yaxshi ko'raman. Lekin men emin anglayman. Men xalq naqshini anglayman, ommabop naqshlar o'zimizning diyorimizga bo'lsin va mayli O'rta Osiyo va mayli chet ellardagi bo'lsin. Unda olsa yana keyingi savolga o'tib ketay. Siz ovoz tusi o'zingiz bilan o'xshib ketadigan izbosar tarbiyalashni o'ylash vaqtingizmi deydi? Ya men u bosqichga bormadim. Bordingiz, unutib qolibsiz. Yo'q. Men taxi bu yo'lda mang'uchi. Men o'zimga shu diagnozni qo'yaqliq. Men bayatdan dedim. Men o'zimga nurg'a yetmoqchi bo'lgan planim bor. Men hozircha shu 3 plastinkani sizlarga suna oldim. Meniki cho'qim son ko'paytirish emas. Men bu plastinkani manchi plastink qilma deb son ko'paytirish emas. Lekin mening o'zimning ashta bir orzuyim bor. To'xtamay yaxshi plan, yaxshi sistema bo'yicha o'zimningki har bir plastinkamda shu plastikni chiqargan davrniki davr aks etib turgan, xasliq chiqadigan, umumyuzlik yaxshi ta'sir qo'zg'ay oladigan holatda bir ishlarni qilsam deb o'zimga shu talabni qo'yman, shu bo'yicha taraqqiy qilmoqman. Yerda ovoz tusi deb alohida ta'kidlab tursiz, o'zingizning ovoz tusini alohida deb bilamsiz. Buni unda javob bersak bo'lar. Ovoz tusi. Men buningga alohida emas desam, mening bu naqshlarimni qarindoshlar anglasanglar hazratlarni naqshga qo'llaydi. Bir anglablan qo'llaydi. Bak alohida mumkin desam, men amdiliqqa bak alohida unda ovoz emas meningki.
Lekin alaylikim bor. Sizlar yaxshi ko'rganki, sizlar hozir og'riyotgankin, mening shu naqshamning alaylik bor, ovozimni alaylik bor deb o'ylayman, lekin men ovozim yasab naqsh etmayman. Yasab deganim, gaqatqa ovozim bilan naqsh etgan ovozim o'xshamaydigan emas. Men odatda gaqqa ovozim bilan naqsh etgan ovozim o'xshaydi. Ha, unda bo'lsa aka naq maydonda 2 misra. Qolgan bir naqshdan 2 misra. O'xshamdi, o'xshamaydi. Qolgan naqshdan 2011-yil qaytalayam dersin. Xushburak guldan azizsen hey nazaket men üçün sana o'xshash gulni qismak ametur men üçün. Rahmat aka, rahmat. Unda bo'lsa, yana davomli qo'shal kayfiyatda men keyingi savol o'tay ketay. Sizning naqsh aytishdan boshqa jihatda olaydigansiz bormi deydi. Men masalan sahnalarda salmoq ig'ir ta'sir berib qolmayman, lekin men turmushda xil xushchaqchaq. G'azab nafratim aniq, bir narsa ishni xo'shulmay, ishni xop bo'layman, lekin hissiyotchoq fikr qilamdim ya. Paranglashqamroq bo'lsa, har turli bolalar bilan ko'pinchalik o'zim odam xumor. Paranglashsam, sirdish bo'lsam deb o'ylayman. Lekin mening dadamningmi qopqi turguli qaranglar meniki. Akamningmi shu, mening achamningmi shu. Faqat opamninglam qopqimda emasmida o'ylab qolsam. Mening o'g'limning qopqashida qaranglar. Ras. Nodimda. Ersiyatganda. Lekin men tushunmaganlar bir xil akavur deb o'ylab qolish mumkin. Naq men shu mushta o'ylagan. Tasavvurga Sanlarni ko'rib qarsam to'p chiqiblam qoppoq degan bu chatoqqa deb o'tganda tunji qitim ko'rishgan vaqtimizda voy yaxshimi ukam u bu deb qoltimiz. Manda ekanda. Akamni kulizgan deb. Ayron qoldim. Lekin hamma tabiiy ashlar bo'ldi-ku. Mening ko'rinishda men shu ashtaroq ko'rinib qolaman, lekin mijozim bu meniki qil uchuq. Menda mijixlar so'ragan tiyashda Hazrat Alibek muz qopoqqa İslamiylik birsik bir eg'iz gap qilmaydiganlar ko'rmagan deb voy yo unda emas deb. Endi ko'rganlardim hammamiz gaqlayversam endi berib qilam. Nima deb qoldi shundami ya? O'zim gap qilsam, shunga bunda sharoit bo'lsa gap qilishimiz mana sizlar bilan hozir parangiz bo'tadi. Bu sharoit bo'lmasa o'zim men maktabimga yugurib kirib gap qilsam qanday bo'ldi deyman. Shunga men o'zimmi turmushda ishlar o'ylab qolaman. Birsini tushunmay turib bahas olmaychi. Bu o'zimning shaxsiy fikrimchimi, mayli umumiy boshqalarga vakilligim qilmayman. Mening o'ylig'im shu mayli birsini tushunmay turibmi, haqning gapini olmayman. Mabal mandarakkan desa, shu chiroyimiz qopqimishlarni qarab qo'yman shu. Bo'pti degan gap hamda javobchi. Lekin men o'zim tushunmay turib, cho'qim u odamni men haqda anglab turib, ya yaxshi ya yomonkan, ya ayar andakan, ya oqsab mangdikan, ya mandaq mangdikan, ya mandaq mangdikan degandek men undaylik hissiyat qilmayman. Cho'qim o'zim tushunib bo'lgandan keyin birsiga andim baho berishga to'g'ri. Ishlar mijozim baqirgan bo'lsa. Unda asaka yana davomli keyingisiga o'tay ketaman. Hayotingizda siz eng hurmatlaydigan kishi kim deydi? Birinchi bo'lib men ota-onamizni hurmat qilamiz. Ota-onamizning farzandi, ota-onamiz bo'lmagan bo'lsa biz bo'lmaymiz. Ota-onamiz qanday tarbiyalasa, masalan, o'qitish ustozlarimizmi shu? Ota-ona, o'qitish ustoz eng hurmatlaydigan insonlarimiz bo'ldi. Hammalar o'rtoq javob beramiz-ku bunga. Undan keyin bizning turmushda degan bizga ulgu bo'lib mangayotgan, jamiyat uchun yaxshi his qo'shayotgan, bizga aktiv energiya taqtayotgan, yaxshi ta'sir qilayotgan hammasiga mening hurmatim bor. Men bu yerda umumiy bir javob berdim-ku. Buning cho'qim men Mehmetga hurmatim bor. Yoki Samatga hurmatim bor deyman. Cho'qim jamiyat uchun yaxshi ish qilgan, mayli qaysi sohada bo'lsin, qaysi ishlarda bo'lsin, jamiyat uchun ozroq his qo'shsinmi, yaxshi yo'l ko'rsatsa, jamiyatga aktiv energiya taqasalam, men har qanday odamni hurmat qilmayman. Amallar masalan shu balkim. Zixmi ko'rmaydigan, kavobmi ko'rmaydigan javob. Yo'q, men buni g'oyatda cho'qim zix ko'rsa, kavob unda olib qolmasin, kavob kelib qolsa, zixim unda olib qolmasin deb o'yladim. Lekin bu mening o'zimniki shaxsiy javobim shu. Meni tutqan yo'lim shu. Xo'sh, keyingisiga o'taveraychi men bo'ldi. Sizning eng cho'ng orzuyingiz nima deydi? Eng cho'ng orzu ekanjimi, ama büyük. Ushaq gap yo'q. Ushaq gap deb qo'sqim to'ysa desam. Chaqchaq qo'ydik. Mening eng cho'ng orzuyim butun yaxshi insonlar tinch omon bo'lsa. Men shu yana sizlar uchun
Ha, qizilga qildimmi? Rost. Birga butun yaxshi insonlar salomat bo'lsa, anda mening tinim salomat bo'lsa, meni qo'llagan barliq qarindoshim urug' tuqqanlarim uchun men texim yaxshi ish qila olsam, texim shu umrimning oxirigacha xizmat qila olsam, shu mening eng chong orzuyim bundan cho'ng. Unda olsa ki eng cho'ng arzuğu, aslında bir pay tövendeki arzucu onda olsa. Voy bu yetmekçi bo'lganning. Yetmekçi bo'lgan ishimiz hammamizning ko'p, lekin mening eng cho'ngliqi hayotimning oxirigacha meningki cho'ng orzuyim shu. Unda olsa eng oxirgi savol ekan. Siz bu yil qancha yashdaydi? Deb qo'yaman qancha ish qilganimni. 50. 25 deydi. Rahmat. Voy 4-sizlar 30 yosh kirman, naqla. Mana. Kimni salomat bo'lsin, kimda mening tug'ilgan kuni qo'y. Rahmat degandan manglarniki. Sizga rahmat. Unda olsa endi yana bir bo'lak o'timizda programmamizning. Buningda endi biz bir o'yin o'ynab baqaylik. Abayta yaqib bekchiq kaqib ketdik. Sizlar zerikib qolgansizlar o'yin o'ynaylik. O'yinning qoidasi menda bo'ldi-ku. Bir tanışıg'uch bor. Tanışıg'uchni quloq taqaysiz, ishchidan va atrofdagi biz hech qaysimizdan ovozni siz anglayolmagan darajada ovoz chiqadi. Men bir so'zni deyman, 3 bo'g'imliq. Siz og'zimning shakliga qarab turib, nima deyotganligimni topsiz. Odam tilab sanmaydigansiz. Abi adablik qolgan dedim juma. Bo'ldi chata yo'q. Siz 5ni topsiz, men 5ni topaman, almashtirib o'ynaymiz. Bunda xos boshlab ketamdi. Tanışıg'uchni taqayman. Varamchiron bo'ldi. Ondan o'zi qarab turma. Başladıkmı? Başladık. Güzel. Güzellik koy. Ha? Güzel. To'xta dur. 5, 4, 3, 2, 1. Tapamadı. İkincisiga o'tib ketdik, ha? Qadrdon. Faqat bilgil olmayotgan. Qadrdon. Atlasga nega anlatasiz? Yo'q. Voy, Qamada o'tib ketdik, 3-inchisiga. Siz bir tepib qilgan, men bir deb baqay. Aql olmishimiz hozir. O'rindiq. Xudoman naqsh payizga. O'rindiq. Ha? O'rindiq. On koy. O'rindiq. Ya men topamadim. O'rindiq. Topolmayotgan. Tushdiqmi, ha? Keyingi 4-inchisi, 5-ni emas, 4-inchisi. Tanışıg'uch. Bu gaqilgan gap uzundan oldu. Tanışıg'uch. Voy, faqat bilgil bo'lmadi. O'xsha gap qotamda. O'xshashdan. Tanışıg'uch. To'g'ri. Tanışıg'uch. Hech qaysi topolmadi juma, eng oxirgisi. Güzellik. Ko'ngliga yaxshi gapim topolmadi. Güzellik. Ha, bilamadim. Rost Bir bilamadim. güzellik bu. Bilamizmi? Almışımız hem de. Hech qaysini topolmadi vallahi, hech qaysini. Rost. Hammamiz o'xshagan gapqani güzellik qo'ygan. Ondan sonra geldi. Ali. Men dedim ha? Topamadik o? Men. Men. Topil bo'lmaydi qilyapmisan deyman. Men o'tib ketdi ikkinchisi. Men nan demedim. Ha? Ha. Nan. Ha dedim ha? Shuni topamadingiz. Bak shuni topamadingiz. Men topamadim. 4-sini. 3. Avtobus. 3. Nочи. Şirin dedi. Şirin. Şu alam. Ya anlattınız hiç azrakta. Şirin. Senin. Kam asla. O top kılım mümkün emezken ki Canım buldu. Ben çanak dedim mi? Nurli çanak dedim mi? Kanda kılken sana?
Faqat bilolmaydi ki men muzikaning onisiga udarmi? Siz nima dedingiz ha bolapda? Birinchisi nima degan? Ya men degan gaplarim shu, nan degan dedim, nan. Ha, Ali? nan 3 Ha. 50. Ya men dedim. 3 bo'g'imliq desam akam deb men. 3 bo'g'imni tuvan degan ekan shu 2 bo'g'im. Ha. Siz o'zingiz bir nima degan bir anglab boqay, men nimaga güzellik qo'y deb ketdim qana. Ben başta ne Güzellik dedim? koy dedim. Güzel nur dedim. Başta güzel nur Güzellik qo'y, dedim. güzellik qo'y. Qanda o'qish qolgandim ha. En ahırkısıga güzellik dedim. Qo'y yo'q. Pul yok. Onda olsa Men kan. 10 qo'yim deb yuribman, unda o'ylab boqsam. Va şu pul nolu gibi. Ya, Abak yapın. ko'zimga pulga murattab ko'rinib ketdi. Esel aka. Asli mana Lekin bu ne tapqili bulgandek qilib turdi. Ha. Lekin muzika bek chinki haqiqatan. Muzikada chin qo'yib olsa, Lekin oşta taptık. Tipi vatimiz. tapamiz topamidi qunda o'zi. Uni nima deyman? Ha aslida Tapsanglarni boshqalardan topgan o'xshaysiz, hech kim topamidi. Hech kim Tapamidi. Asli yanılıp qağuchi bu yerda bir ish qilib bermoqchida bizning planimiz hozir. Ikkalan tang yanıldik desak bo'ladi hozir. Bunun bir amali bor. Ha, Bir amali bor. tosh qaychon sota. Shundoq shuni qilamiz. Shuni qilamiz. Mundaq qilgan. Nechidan o'ynaymiz? Fikam o'g'al birda o'ynaymiz. Keling ha. Men nemish qilib bersam lakanda? Mollaq etpiring, mollaq. Ya men amdayliqqa sizga hurmatim borchu mening. Rahmat. O'zim yaxshi ko'radigan bir naqshingizni bir 2 misra aytib beraychi. 4 misra aytib qo'y. Qaysini aytib bersam lan? Men bilanning o'tirini aytib beraychi. Mayli, ma'qul. Hayat go'ya bir safar, bo'rini bor yomg'irli, cho'lda qolsam bo'ronda, tunalamsan men bilan, ne qismat bor beshimda, bir kun ajal yetganda, bu dunyodan voz kechib. Ben çavak anlatamdan ya. Gidelim sen men bilen. Oy, Rahmat. Ben bu etmedim hem de siz Ya giderken. men şu kaç çıkargan. Kaç çıkarsın ağlandık ya valla. Yeni bir nakşa şunda mı? Ben kaç nakşet biremen. Atan için seni bana. Usuluma. Onda olsa müziklik eğitip birey, lekin usulga sizlarni teklif qilay. Bugungi şu faoliyatimizning hammadan shu naqshni aytay, usulni sizlar o'ynanglar, tang aytib tang o'ynaylik. Esel. Hey! Onda olsa senimiz sizga qoldi yakın. Ha, ma'qul. Bahar bo'ldi, childi gullar u yoqda, bu yoqda. Bahar bo'ldi, childi gullar u yoqda, bu yoqda. Bulbullar sayrishadi u yoqda, bu yoqda. Bulbullar sayrishadi voy u yoqda, bu yoqda. Seni izlab keldim, xuma ko'z yarima. Seni izlab keldim, ay xuma ko'z yarima. Kelmediysen men kite, yar ya yarima.
gülde gülle uyakta uyakta bulbullar sayrışadı uyakta uyakta bulbullar sayrışadı vay uyakta uyakta seni izlep ben geldim huma köz yarıma seni izlep ben geldim vay huma köz yarıma gelmediysen men gite hey yar ya yarıma gelmediysen men gite vay hey yar ya yarıma hey yar ya yarıma Ana çan çıkarıvattın senden. Rahmat. Abay tiyaqı naqşlarını etdik, oynadık, hoş olduk. İkimiz Anca muncha uya buyadan paranlashdik. paranlaştık. Müşahede o'tgan tomoshabinlarimizdan balkim so'raydigan savollari bor sizdan. Bir fursat bersak, sirdishi olmamsizlar qarab. Abay dedim men astoydil javob Ha. berdim. Men mundash qaq dedim-ku. Ha, unda bo'lsa sen sizlar ketdi. Assalomu alaykum Hazrat aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Eshikma, Yaxshi. yaxshi. Sizningki mushunday sonsiz bek diqqat qilganimcha, mash muzika orqali siz har qaysi Shinjongning har qaysi joylarida o'yin qo'yib ekansiz. Endi bundan keyin planingizda chet elki davlatlarga chiqibmi, o'yin qo'yish planlaringiz bormi? Planlaringiz bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Naqday deyman savolni. Rahmat, diqqat qilib kelibsiz hozirgacha. Endi 2014-yilda men bir kechilik qildim. O kechilikda naq maydon aytdik naqshlarni. Bu o'yinimni shunday yaxshi ko'ngilli qildim. Lekin kechilikka az qolgan chog'da men 15 kundek zukam olib qoldim. Yo o'zimga besim bo'lib ketdimi, yoki boshqa sababmi, mayli osmassammi o'ngishlanmaydigan ajoyib charchib oldimmi u xizmat bosqichidamda. Ba'zi mashqlarni qila oldim, ba'zini qila olmay qoldik. Lekin yani umumjatdan tayyorligimiz yaxshi-yu. Biz o'yin qildigan, kechilik qildigan kunim mening yana ba'zi ishlarim hamda o'zimning ko'nglimdek emas. Mening tunji kechilikim bo'lg'achqa, o'zim bak yaxshi planlarni o'zimning atrofimdagi yaxshi sistema qo'shim bilan yaxshi planlarni qilishganda biz mandaroq darajada bo'ldi, mandaroq qila olamiz deb. Mening kechilikimning ba'zi planlari o'zgarib qolib, bir necha naqshni muzika tartibimiz bilan naq maydon chaldik, naq maydon aytdik, lekin men yana anim bo'lsa ba'zi naqshlarimni oldin CD muzikalarni akkordlashtirib tayyor qilib olganda unim naq maydon o'rlab degandek, lekin aytishimiz naq maydon bo'lib, bu o'yinimni shunday yaxshi ko'ngilli qildim. Ba'zi narsalarni shu qalam qarab qolgandan keyin o'zimning ko'nglimda sal bir yerlimda rahat bo'lmadimmi? O'zimningki mush o'ylagan yerimga olib borma degan orzu armon, yana birga hammalarning madadi, ilhomi mushning turtkisida men bu kechilik faqat o'rimchidan bo'lib qolmasin. Sharoitimiz yarıvergan, bizni qo'llagan har qanday noy shaharlarimiz bo'lsa, Abnum rayonining shaharga opurayman buni deb, Abnum rayonining har qaysi joylarda 10 necha maydondek naq maydon naqshkechilik ilib bordim. Bu o'yinimiz nihoyat g'albilik bo'ldi. Har qaysi yurtdagi qarindoshlarimiz shunday yaxshi qo'lladi. Naq maydonning kayfiyati hamda hamma narsa terik holati bo'lgan keyin, masalan, gap so'zlarimiz o'zimizning nihoyat samimiy bo'ldi. Qarindoshlarimiz o'zining yurak so'zlarini dedi. Men shu naq maydon o'yinning o'zida nima o'ylagan bo'lsam, shuni shu bo'yicha bayon qildim, shu bo'yicha shu hissiyotim bilan aytdim degandek yaxshi fikr almashtirish bo'ldi. Mush o'yinlarni bir tugatdim. Manglarning madatinglar bilan. Rahmat. Siz degandek hamda bundan keyin mening nishonim, bayatın dedim. Men o'zimizning ommabop naqsh muzikamizni cho'qim xalqaro sahnalarda texnik ko'p qarindoshlarga sundigan arzu armonlarim bor. Mayli mandaroq holatda konsertlarni qildik, o'yinlarni qildik. Endi men mandan keyin yana mandaroq ish qilma degan bir o'zimning sistemani bir tuzib meng'otgan bo'lg'achqa, demak bu mening oldimda cho'qim men qilmasam bo'lmaydigan mening muhim xizmat nishonim bu. Men cho'qim qilma o'zimizning muzika tartibimizni texmo mo'llashtirib, texmo kasbiylashtirib, bo'z texmo cho'ng sahnalarga o'zimizningki sizlar qo'llagan shu yaxshi ko'rgan naqshlarimning hammasini texmo cho'ng xalqaro sahnalarda do'stlarimiz sunishga men tirishman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Sizning men uchun degan plastikangiz chiqqan vaqtda bo'randek chachlaringiz va to'liqsiz to'liq vaqtda avaz qilib ashta qo'ygan va endi bu chach tushib ketib boramdi ya nima sabab bu az qo'yapsiz. Festival bo'ldi. Chach tushib ketmi desangiz, men chach qarab baqsangiz tushib ketmaydi. Baxtangizga. Chichim, quyoq. Shu vaqtlarda hamda men nisbatan moddi. Ham shu vaqtda o'zimga singib qolgan
Nuqul birlam çaç bosunlam jüriverişim üzem halamdım. Andan aç içim sal vaqtim nep qo'ydi. Uni o'ngishimizam bo'lmaydi, tarimizam bo'lmaydi. Uni diga qanday do'q diga cho'qqim shuni o'xshash qilib yurmasam, sal bir yerlari mijilib qolsa, ya bir yerlari andaq-mandaq bo'lib qolsa, shuning bilan ta'sir qildi-chu o'zimizga deb turibman. Chaqchaq shuni o'ylash o'zim ishni yaxshi ko'rdim. Aka sizga desam shu bizni Uyg'urlar endi biz tug'ilishimizda usul o'ynab, tug'ilishimizda emas endi oyog'imiz chiqsa usul o'ynaymiz, qo'llarimizni ko'tarib, naqshlarni aytib ketamiz, ahanglarimiz kelamiz. Kichigimizda kichik bola aytalaydi-ku. Endi shu vaqtlarda ota-onalarimiz bizga endi voy mening balam naqsh oldu, voy mening balam usulchi oldu deydi. Lekin biz bo'lanmaymiz. Mana ota-onalarimiz ba'zilarimiz rejissyorlik o'qiyapmiz, ba'zilarimiz diktoriyachilik o'qiyapmiz. Usulchi naqshchi bo'lamdik endi. Endi naqshim kamaydi ahamiz endi. Aştaq dedik, əmdi biz özümüzni bayqımagan uçaqlarda. Əmdi mən bu adamların özünü tuncu qitim bayqışığı bək qızıqıma. Mən özümni tuncu qitim bayqığa vaxtı mən kiçigimdən tatıb yağaçlarını götürüb elib, həqlərini ziyaret qıb turub alatdım ki. Şu çağda özümni bayqıgan. Əmdi siz özünüzni qaçan həqiqi turdu bayqıgan. Məsələn, kiçigingizdə naqshlarında yığınışıb qoyuşunuz mümkün. Lekin özünüzni qaçan həqiqətən ahangızның muğluqini, həqiqətən naqşıq avazınızның keldiğanlığını qaçandan tatıb bayqıgan. Şunu bək bildim ki. Bravo, sual bo'ldi dema o. Rahmat. To'g'ri, lekin shu hammaylar kichik vaqtimizda hamma qiziqib baqib ekanmiz. Masalan, mening o'g'lim hozir bu hamma qiziqadi. Uyini futbol tepidi men bilan meni qo'pa deb bir yer to'g'izib qo'ydim. Maqsad turdigan yerim bor. Aşağıda turma tipidu. Andan bu kısım kızıqıdı bu. Muştanlaplı yürüyordu. Birden qarsa demek hazır meni kompüterda dedi-chu bolam. Beshida neçeni aldida akı deydi bolam. Aka desa ağılarım çaqchaq qildi. Fukan bormi, fukan yaxshi turdimi deb. Ağılarım çaqchaq qildi da. Dada deb til chiqqan, lekin ariq akı deydigan bo'lib olgan. Hamda ariqda dada degan hem de kompüterda deydi, mesela özünden bir meni bir şilamdı ya akiltemdi, bana bir amraqlık qildim deb ürmitmi o'qimadim. Aştaq, hem de kichik bola, aşımı demakchi o'g'ina. Aş bolam meni qiziqib baqadi ki hozir. Qiziqib baqadi. Yanında qarab baqsam, meni bakra qiziqamdiki desam, yana boshqasiga qiziqib qo'yishyapti. Demak kichik vaqtimizda siz degandek bilgi bo'lmaydi ki. Ondan mesela men o'zimni deb aytib baqsam, beliqchilik ve şey qiziqadigan men o'ylab baqsam, shunday deb turdi. Qamaqli appa deytdingiz, beliqil tutib yuribdingiz, yo'qolib ketib nima deb qarab. Lekin men boshqa naqsh aytdim. Naqshga bak aytdim, vaqt bola ovozimiz bo'tdi. To'liqsizlik vaqtlardami, boshlang'ich vaqtlarda mesela xormusab qildiriladi maktablarda. Aslında men asosliq men shu mikrofonni oldiroq turdig'ini men tamamda. Qag'allar o'pchimlar to'saqmi oldiroq men to'g'izib, işte aytdim, vaqt mesela futbolga qiziqdi demak, ham narsa qiziq mang'itdi. Shu vaqtim naqsh aytdim, lekin men u vaqtda haqiqatan o'zimni to'xtatib bo'lmagan. Cho'qim naqsh bo'lma degan narsa, demak men to'liq o'tirning 3-yilligida baydan deb o'tib ketdim, 5-yillik mazmunda. To'liq o'tirning 3-yilligini bitirib, taki hammadan shu oliy maktabga imtihon berib, arzu to'ldirgan vaqtgacha shaxsan men shu tang'ir qolib ekanman. Lekin meni bir o'qituvchim, mening musiqa o'qituvchim, ayni vaqtda deganda menga "Bolam, siz amini mushkasib mingib qolasiz. Men ko'zim shunda yetdi sizga. Siz shunda mingib qolgandeklam bilinsiz. Siz cho'qim shu san'at kasbiga imtihon bering. Kasbiy tarbiyalanib shu demakchi oliy maktabda shunda o'qing deb menga bak degan bir o'qituvchim. Lekin men dedim-yu, o o'qituvchimninki o fikrigimi cho'qim men mushtaq qilay degan narsani o'zim bildirib bo'lmay. Arzu to'ldirsa, buni to'ldirib qoldim. Demak o'qigan maktabim olib qoldi. Lekin men o'ylab baqsam shu bayon degandek kichigimdan tortib men tang apmangan. Tang apmangan arzu armonlarimning ichida shu mushuni ayta oldim. Rahmat. Unda olsak, men yana o'zimning gapiga cho'ylab qaytib kelay. Mayli. Hech men degan deyning shu 3 deyning birisini so'rdim men. Men uchun degan bilasankining jarayonini. Men bilan ishlash jarayonini ozroq bir so'zlab bering. Men bu plastinkadan keyin yani ba'zi narsalarni texmo kuzatib, turmushni kuzatib, mayli naqsh tanlash bo'lsin, mayli boshqa surat ishlash bo'lsin. Mushtatlardan ko'plagan bolalar bilan yana hamkorlashdim. Ular bilan yaxshi hamkorlashib, ularning yaxshi men bilan moslashishi bilan bu plastinkaga men bilan plastinka o'zim mablag' solgan bu plastinkaga. Butun mablag'ni o'zim solib, ondan buniki taqitish huquqini Qarliq shirkati bilan taqitishni hamkorlashgan. Men uchun degan plastinkamniki butun mablag'ni
qarg'ishib salganda tunjisinikini. Men bilan kelganda o'zim mablag' soldim. Ba'zi ishlarni men texim o'zim degan yerga qilma deb o'ylagan bo'lishim mumkin yoki mablag'ni o'zim silib degan yerga madroq opirma deb o'ylagan bo'lishim mumkin. Qildim. Undan keyin men bilan degan plastik chiqqandan keyin bu plastinkamni jamiyatda yaxshi olqishga erishdi. O'zimmi texim bir g'oyatga chiqqandek bo'ldi borgan sari. Suratli plastik ishildim, ikki plastika deb qoldim abay. Ikki plastika degan men cho'qim bir muzika tartiblar bilan bir mushtaq bir kechiliklarni qilib baqsam deb buning turtkisida ondan men bilan keyin demoqchi o'g'lim o'zimningki bu kechilikimga yana o'zim mablag' soldim. O'zim mablag' solib bu kechilikni bayat tushuntirib o'tib ketdim-ku, mana-manaroq bo'ldi deb. Bu kechilikimmo yaxshi muvaffaqiyatli bo'ldi. Bundan keyin buni plastikasini 2015-yilda tarqatgan bo'ldik. Bu kechilikim 2014-yil 10-yil 11-kuni qilgan. Plastikasi 2015da tarqatdik. Bu plastikamizni naqshlarni nurg'unlagan yaxshi jamiyatga ijodiyatchi qarindoshlar bilan yaxshi hamkorlashdik. Nurg'unlagan bolalarningki o'rtaq kuch qilish bilan demak bu bosqichni bir tugatdik. Xo'sh aka, bundan keyingi yana mush san'at sohasida nurg'unlagan plastiklarni taqib, ko'klishingizga tilakdoshmiz. Abaytiyoq shunda ma'nli, shunda payzi, shunda erkin paranglashib oldik. Tarqalmaydigan so'ri yo'q degandek, programmamizdan vaqti qisqa bo'lganlik sababdan vaqt munosabati bilan bizga qo'yib bersa, kecha o'tirib paranglashimiz bor. Vaqt munosabati bilan programmamizni absunarliq alda mishada oyoqlashmoqchi. Yana davomli qatnashish berishingizni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Oxirida yana tomoshabinlarga mas'ullaringizga yurak so'zlaringiz bo'lsa, erkin alda davosingiz. Cho'lpan keldi nomli bu shu program orqali bar ekran yuzidagi qarindoshlar bilan yamriqdim. Ko'rishib, sirdishib, eng erkin ozod holatda hammalar bilan paranglashganligimdan aytib xursandman. Hammalarning shunday qo'llab-quvvatlab berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan shu hammalarningki meni izchil qo'llashinglar bilan menga haqiqatan diqqat qilib, mening yaxshi yomon yerlarimni menga ko'rsatib berib, meni orzulig'inglar uchun men hozirdek shunday ancha-muncha bir natijalarni qo'lga keltirib o'taman. Bundan keyin texmo yaxshi qo'llab bersanglar, sizlarning parvarishinglar bilan texmo yaxshi taraqqiy qilsam, sizlar uchun texmo yaxshi asarlarni sunsam degan orzuyim bor. Rahmat. Rahmat aka. Bundan keyingi san'at ishtirokida rahmat.